Assalomu alaykum azizlar, kuzatuvchilari. Xudo xolisa mana Vegomislarimizni dastlabki qilish jarayonidamiz. Mana hozir 22 tonna Yangiyo'l tumanida yangi bog' yaratilyapti. O'sha bog'larga mana Vegomislar har bitta daraxt tagiga 5 kilodan 10 kilogacha solinsa, effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Birinchi navbatda tomirini kuchaytirib beradi hamda ekilgan tuproqni ham unumdorligini oshirib beradi. Meva hosil berishiga ham juda ham yaxshi samara beradi. Xudo xolisa mana 22 tonna Yangiyo'l tumaniga dastlab qilmoqdamiz. Mana Vegomislarimiz endi ishlash jarayonida. Mana maxsus mashinalarda, elaklarda elayapmiz. Undan tashqari hozir yana 150 tonnaga yaqin mana bu tayyor Vegomislarimiz bor. Ularni ham Xudo xolisa dastlabki qilish jarayonlarini videorolik orqali ko'rsatib boramiz. Kimga sifatli Vegomis kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastlabkilarimiz mutlaqo tekin, ulgurji narxda birinchi qo'ldan olishingiz mumkin.